Al-Hafiz har bir narsani komil muhofaza qiluvchi. Alloh taolo mening Robbim har bir narsani saqlovchidir degan. Bu ikki buyuk ism, ya'ni Al-Hafiz va Al-Xofiz sifatlari Alloh taolo muhofaza, saqlash bilan mavsuf ekanligiga dalolat qiladi. Alloh taoloning bandalarini saqlashi ikki turli bo'ladi: umumiy va xususiy. Umumiy saqlashi Alloh taolo bandalariga taom, sharob va havoni yengillatib, yetishtirib berish bilan ularni manfaatlari, zaruratlari va hojatlariga yo'llab qo'yish, ulardan yomonliklar, zararlar, turli yoqimsiz narsalarni daf qilish bilan saqlaydi. Bu saqlashda yaxshi ham, yomon ham, hayvonotlar va boshqa narsalar ham mushtarakdir. Alloh taolo Bani Odamni saqlashlari uchun farishtalarni biriktirib qo'ygan. Ya'ni farishtalar har qanday zararlarni Allohning buyrug'i bilan ulardan daf qilib turishadi. Xos saqlashi. Bu bilan Alloh taolo yuqoridagi so'zga qo'shimcha o'laroq o'z avliyolari va do'stlarini saqlaydi. Ularning iymonlarini adashtiruvchi shubhalardan, fitnalardan va halokatga olib ketuvchi shahvatlardan saqlaydi. Ularga bu kabi fitnalardan ofiyat beradi. Ularni insu jinlardan bo'lgan dushmanlaridan saqlaydi. Bu dushmanlarga qarshi g'alaba beradi. Sen Alloh taolo qo'ygan chegaralardan, had-hududlardan tajovuz qilmaslik, Alloh taolo qaytargan narsalardan qaytish va buyurgan buyruqlarini bajarish bilan Allohni muhofaza qilgin. Shunda Alloh taolo joningda ham, diningda ham, molingda ham, bola chaqangda ham seni muhofaza qilib saqlaydi.